kunlarisi bahor fasli kelgandan so'ng akalar bo'g'oz sezon tugab, endi qo'shqa sezon boshlanyapti. Hozir qo'yni olib qurbonlikka tayyorlasa bo'ladimi degan akalarimizga inshaalloh chiroyli qilib video qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun inshaalloh sizlar uchun hozirgi paytda qo'yni olib, ertaroq qo'yni olib qurbonlikka tayyorlab olish iloji bormi degan akalarimizga inshaalloh video qilib chiqarib beramiz. Sizdan like ta bosib qo'yarsiz akalar. Bugun akalar biz Namangan viloyati Namangan tumani o'sha Arzonchilar qishlog'i, Tepao'ron qishlog'ida o'sha Qirg'izistondan birinchi qo'ldan o'zlari kelib, kanalimizdan ko'p qo'ylar chiqarib, narxlardan arzon qo'y sotayotgan va bugun qo'ylarimizni chiroyli qilib obzor qilib beraman deb bizni chaqirgan Shavjon akamizni qo'ralaridamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Sizlarga bir qo'chqar baqishni Abbos ukamiz so'raganlar, bir chiqaraylik aka deganlar. Sirlarini va yo'nalishlarini ko'rsatib, ukollarini ko'rsatib video qilib beramiz. Videoni oxiriga qo'yib, endi qo'y baqaman degan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Qo'chqarlarni yaqinda o'tdi. Bu eski partiyasini sotib, bu yerda turgan o'rnini joylarini tozalab, yana yoniga mana 2 kun bo'ldi. Kiyaniga 2 kun bo'ldi, tashlaganiga. Yangi partiya boshladik. Qurbonlikka da xudo xolasa baqamiz buni. Inshaalloh akalar. Bugun sanamiz 25 bugun 26 mi? 25 kilik 25-fevral akalar. 25-fevral. O'sha bahorga sekin chiqyapmiz. Buni qurbonlikkadir, yo'qsa urug'liqqa bitta ikkitasi bor. Junni hali oldirganimiz yo'q bu qo'ylar. Junni oldirsa bilinadi. Qirg'iziston Jallobod shahrida o'zim borib olganman. Qirg'iziston Jallobod shahrida yetgan. Bu yerda semizlari bor edi, sotdim hammasini. To'rt qilib. Bular demak yangi qo'yilgan aka, yangi partiya. Yangi partiya. O'sha noldan akalar boqishni inshaalloh o'rgan olasiz, xudo xolasa. Qo'y bugun ko'rsatamiz, bular mana hozir yem hashagini o'rgandi. Endi bugundan ukol qilish, vaksina qilamiz qo'ylar. Bugun hammasiga vaksina qilib, videodan ham chiqaramiz, xudo xolasa. Vaksina o'rgatib qo'yamiz endi. Inshaalloh mana. Ishlarni qarang, janavorlar. Endi bular men birinchi kelgandagi nimalar berdingiz endi qo'ydi? Bular birinchi kelganda 3 kun yo'lda yo'lib och keldi. Oshqozonga sirad silos, haligi bo'lsa ko'p yeb botib haligi bo'lmasin, quruq hashak bo'ladi. Bedaga somonni aralashtirib replikadan chiqarilgan edi. Birinchisiga. Birinchisiga bir ertanman kelgan bo'lsa, kech etga suvni berdik. 1-2 soat, 3 soat suv bermash kerakdi. O'zimiz ertadan ketin berdik suvni. Suvni ichgandan keyin sira silos o'rgatishni boshladik. Biz nimaki asosiy yemimiz silosda, yem hashagimiz silos bilan kepak makka. Arzon boqish usuli aka, xudo xolasa. Eng arzon usuli o'sha silos bilan quruq yedirish kerak, makka kepakni. Ta'sir kach yo'q o'tmaydi. Makka kepak quruq yediramiz biz qo'ylarga. Pishirmaysiz? Yo'q, pishirsangiz vaqt yo'q bizda. Savdo bozor yoramiz. Bu qo'ylarni mana shu bozorga ketyapti, yetanman, yo'qsa bozordan kelib bir marta ko'rib qo'yamiz bo'ldi. Yo'qsa uydagilar boqishadi buni. Asosan ayollar. Qo'y boqish aka qiyinchiligi yo'q. Yo'q, mana yemash ichida joyimizda 22 ta qo'yimiz bor. Bu yer hozir 22 tadan chekka qo'raga 5 ta, bu chekkaga 5 ta qamalgan, qolgan 4 tadan tushgan. Mana aka o'z qo'rani ichi undan katta keng bo'lmasa ham, qo'chqor asosan tor joyda turish kerak-da. Oyog'i og'rib qolmaydi. Oyog'i qachon og'riydi? Qo'ydi oyog'i kasallik kelishi zak bo'lsa, mana shu balchiq ichida yotsa, tagi ho'lasa, nam bo'lsa, bu bizniki quyoshga 10 yeru. Bu joyda qo'ydi oyog'i og'rimaydi. Og'rimaydi. O'zi quruq turadi-da buni tagi. O'sha nima edi? Tor bo'lgandagi bir qarich bo'qib ketsa ham, bu qo'chqardi. Bitta ukoli bor. Bir pasda ukolni 2 kun qilasiz, uni qo'yib yuboradi. Oyoq og'rig'i. Mashayda nechta qo'chqar baqiladi-yu. Faqat qo'chqar bizda. Sog'liq boqmaysiz. Sog'liq olib kirmaydi. Agar sog'liq olib kirsa, bu qo'rada sog'liq turmaydi. Yonida agar sog'liq tursa, buzib pachani chiqaradi qo'chqar. Qo'ralarni buzib yuboradi. Menda qayerda bo'lsa, xil qo'chqar bo'lsa, bular faqat yotadi. Yeydi yotadi. Qo'chqarga 2 mahal qaraladi. Ko'p qarasangiz ziyon. 2 mahal yetadi. To'ydirib yem hashagi beriladi, bo'ldi. Ertalab 1 mahal soat 7 da masalan hozir bomdoddan ketin 7 da chiqib qarasa bo'ladi-da. Kechki payt asrdan ketin qarash kerak. 2 mahal yetadi. Yozda ham vaqt cho'zishi ham faqat bir xil ketaversa, yozda masalan ertaroq bo'ladi, bomdod
Aha. O'shani 6da yo'qolsa 6:30da, 5:30da yozdi. Kechki payt ham baribir o'zi 5:30-6 bo'lib ketadi-da. Shunaqa kun uzayadi baribir. Asrdan o'zi vaqt qo'yishni eng oson yo'li namozni o'qib bomdoddan ketish. Kechki paytlik asrdan ketin qarasa, biznikida rejim o'sha. Qo'chqorlar xudo xolasa zo'r o'zgarmay 3 oyda sotaman qo'chqorni. 3 oyda siz 3 oyda tayyor 3 oyda bo'ladimi? sotaman. Eng oldi olib qolgan qo'chqorimni 6 oyda sotdim, mashqora deydi. 6 oy baxtim 3 milliondan oldim. Ek tishidi, 4 tishi bo'ldi 6 oyda aborib sotdim. Aka u 3 oyda qancha daromad qilsa bo'ladi? Men Qo'chqorda Endi yaxshi baxtsa oldini 8 million 700 mingga da sotdik. 8 million 700 mingga da bo'ldi. Ketini 6 million 50 mingdan sotdik. Tepa-teng nima qilibdi? Yaxshi foyda qildi qo'y. Endi Boshqa ham bog'liq janavorlar quruq edi. Meniki zot yo'nalishiga ham tashab qolman-da. Nasl olgani ham. Ha, uyimga kelib mashq qo'ying nech pul desa, bizda unchalik emas. Bozorga qarab sotaveramiz. Shular ichida ham hozir bir ko'zimga yaqin bir 5 ta bor urug'liqqa tashaygan. Zotga boqsa bo'laveradi degani. Ha, o chekkadagi tushmashi mumkin. Yonidagi tushadi xolos. Yonidagi ichi og'riqroq. Dumbalari kelishgan. Junni olsangiz yaltilaydi. Mana bular 2 kun bo'ldi belki tushganiga. Endi böyle salapanni olmayman-da, buni hammasini junni olaman. Junni bugun vaksina qilsam, ertaga bozordan kelib, abitdan ketib, fonda junni oldim. Junni olishda ham harakat qiliraman. Mashinada oldirasiz. Mashinada oldirib tashlayman. Qaytida olgani vaqtim yo'q. Mashika aka ziyon dedi, nima deysiz shuni qanaqa qaraysiz? Yangi tug'ilgan barra bo'ladi, 3 oygadir yetmagan. Ash qo'yga ziyon, qo'qadi. Qo'y qo'qsa 1 oy ketadi-da. Ozib ketadi. Bular endi 12 oylik qo'ylar-da bular. Tishi olishga kelib qolgan. Ikki tishga yaqinlashgan qo'ylar. Ikkita shishagi ham bor. Mana shu ikkita shishagini ham o'zim olganman. Bu qo'ylar qo'rqmaydi. Olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Suyak yalib qotgan qo'ylar to'g'lidan chiqqan qo'zda olsa bo'laveradi. Mana shunga baridan chiqqan. Olsa 10 kunda qo'ydi juni bir pasda mancha bo'ladi. Ine buni yaptishsa bo'ladi. Salafanni olsa bo'laveradi. Bu salapan ziyoni yo'q. Meniki bu shipir yo'llari ponni ochib, kechqurunlikqa ham bunaqaligi sovib ketmaydi. Bu meni hozir issiq ham emas-da, mana bog'dan havo skvoznoy aylanaveradi. Tagi quruq turish uchun ham olman buni. O'zicha kunlar isigandan keyin olsam, tagi o'zi havo bilan issiq. Namlanmaydi o'zi. Namlanmaydi. Aka bularga masalan mana shu 5 ta qo'yib, bitta qo'ra 5 ta qo'y deyapsiz. Silos qancha beriladi? Quruq makka qancha beriladi aka? Hop. Endi desam yangi deyapsiz. 5 kilo silos tushadi. Bir tushganda 5 ta qo'rag'i 5 kilo tushadi. Bir tashalganda. Hozir hammasiga o'psha. Yo'q, 5 ta qo'ra, emas 5 ta qo'yga, bitta qo'rasiga, mana bo'lingan o'xiriga 5 ta qo'y qo'yga. soniga qarab 1 kilodanga to'g'ri keladi. Silos tushadi, bir 300 gram makka kepak aralashgan har bitta qo'yning soniga tushadi. Hozirda o'zidan 300 gramdanmi yo hammasi 300 grammi? 300 gramdan. Har bittasi 300 gramdan. Bu qo'ylar ko'taradi-da. Ammo oldiniga birinchi kun oshqozonga to hasha borguncha yedirmadik, ketin yedirdik. Endi hozir bundan bog'i yeyish zo'r. Qo'ydi holatiga qarayman. O'xirda qolmasa men qo'shib boraveraman. 600 gram kadar yeydi. Makka yemimizni ham bir ko'rsatib qo'ying. Tayyor zakat o'tkazib qo'yaman men. Tayyorlangan. Tayyor makka yerni aralashtirib. Mana. Mashinada bir sapka o'ydan hozir qo'rag'i mana shu bir sapka o'ydan tushyapti mana mashinada. Har bitta qo'raga. Har bitta qo'raga. Sapka o'ydan bersa Bir bo'laveradi. sapka o'ydan hozir yeydi. Bir hafta. Hop. Yine bu 1,5 taga chiqaraman. Ustiga qo'shiladi. Ustiga yesa bo'ldi, qo'shaveradi. Ha, o'ziga yarashiga qarab qilaman-da qo'ylarga. Garmon emas, vitamin. U junini yeb qo'yish, qo'tirlarni yo'qotadi u. Hozir o'sha ukollarni ham qilib ko'rsatib betaman. Xudo xolasa ukollarni ham qilib ko'rsatamiz akada. Bir vaksina qilish ham odam o'zini qo'lidan keladi-da, qilsa bo'laveradi qo'ylarga. Uka qilish ish emas. Ish emas, buni agar doktor qidirib yuramanmi degan akalarimizga ko'rsatib ketamiz. Lifehack akala. Xudo xolasa. Bunaqa zo'rlarni olib tashlab qo'yganman. Mana qo'chqorlari. Aka mana shu qo'chqor olishda masalan endi siz fonni qo'chqor olasiz, to'g'rimi? Faqat qo'chqor. Nimalarga ahamiyat berish kerak deysiz mana shu qo'chqor boqishda aka? Iloji boricha dumba chiroyli oyoq qo'li yo'g'ondan boqaverish kerak-da. Dumbada asosan qo'yni sifatli ko'rsatadigan narsa. Orqa taraf chiroyli bo'lish kerak. Sotmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga so'yib yemoqchi bo'lsangiz, go'shtdor bo'ladi, shohdor. Shu dumbasi qiyshig'imi bo'laveradi. So'ygani bo'lsa, yeyman desa, ha.
yo men buni sotaman deysa, o'sha dumbalik chiroyli qo'y bamdan bozorga bo'ladi-da, sifat bilan tortib ketadi. Sifat bilan tortib ketadi. Kimdir ko'ziga yaxshi ko'rinib qolishi mumkin. Sifat zotga qo'yaman. Uyda ikkita qo'yi bor odam hech va 1000 dollarga qo'y qo'shmaydi. Shunaqa. 5-6 millionga qo'y qo'shadi-da, 4-5 ta qo'y bor. Lekin qo'ylarni o'ziga bir holda qaraman kerak, qanaqa qo'y olishdi, ko'rsalarim bo'laveradi. Qo'y silosga to'ysa faqat yotadi. Qo'y yotish kerak, zo'r semiradi. Qorni to'yish kerak. Qo'yni tepasiga hadib kelavermas kerak. Ikki mahal kelasiz bo'ldi. Mana paqirda suv uzilmas kerak. Обязательно turish kerak. Обязательно turish kerak. Qishda ham, yozda ham. Bu suv isib ham qolmaydi, muzlab qolsa muzini olib tashlab yana ustiga suv quyib kerak. Menikida shu. Nimaga men yoshligimda, uyda bir 10 yasharligimda qo'yga suv qo'ymay qolganmiz-da. Qo'y chanqoqlikdan o'lgan. Bilmaganmiz-da. Shuning uchun o'sha menga dars bo'lgan, o'sha yoshimdan mana hozir 27 ga kirayotgan bo'lsa, 17 yildan beri masalan qo'y baqsaga uzilmaydi. Обязательно turadi suv. Обязательно turadi. Qishda ham turadi. Mana shu paqirda muzlab qolsa kelaman-da, muzini bunday urib turib pastga tashlayman-da, ustiga quyib ketaveraman. Naki xohlagan mahali ichadi. Qo'ymas kerak, mana qo'yimni olib turib tushirib turdim, uyimga kelgandan keyin u oyog'i qayilib qoldi. Oyog'i buni o'g'irib qoldi. Bu haligi emas, men uni o'zim tuzatib olaman. Qo'rqmay bahsa bo'laveradi, yemini yeyish kerak ama. Yesa mana mash kepak silos mana mash holatga keladi, aylansa. Kepakda bu, mana makkalari ichida. Aralashtirib, buni qonni to'ygan sari qo'y sekin o'ziga moslasa, yotaveradi. Ichi yeydi, o'rganishga qarab. Mana o qarang, yotib ketadi. Sog'lom, u qo'y mana bag'ida yotib. To'xta qoldi. Bular mana yeyapti yana. Silos menigida asosan silos yeydi. Bu oson usulda baqish silos. Endi nech pulon tushadi desak-san bir kunga bitta qo'yga. Nech pul yeydi? Qo'y chiqarmi? Zo'r ketayotgan mahali ham 4000 ga bormaydi bitta qo'y bir kunga. 4000 yesa ham 120 ming bo'ladimi? 120 ming. Bitta qo'y 150 ming bilan yetkazmaydi-da. 100 ming, 120 ming, 130 ming o'ynaveradi qo'y. Bir oyda. Bir oy, har bitta qo'y. Hashagi, yemi. Endi kimdirlar suvni ham sotib olamiz deydi. U bizda endi bu ya oson o'sha. Yine yem hashak arzoni bizda. Shunaqa. Uni silos bo'lmasa, yem bilan nima deydi, kepak bilan yemni bersa, narx ko'tarilib ketadi-da, to'g'rimi aka? O'ziga haligi bo'ladi. Endi buni kimdirlar chiloq o'lik berib boqadi-da, silos bo'ladi. Men bilmadim effektini chiloq bor, o'lik berib. Menga hammasidan baxt ko'rganman, hozir mana 4 yildan beri silos yeyib qo'ylar, silosda boqaman. Silos o'zgarishi yaxshi. Oldin faqat moshpalar berardim. Bir kishi faqat drabilkada chiqaraverardi, 20 ta qo'ygan. Chiqaraverish kerak. Bu o'sha kuzda bir 4 kun harakat qilamiz. Katta yama ko'lat qo'yamiz, tashib bir 4 mashina 5 mashina bosib olsak bizga yetadi. Qishdan chiqaveradi, xotirjam. Keyin tayyor qopini hozir beryapti, bilmayman qachon o'tgan yil bir qopini 16 mingdan gado sotib olib yedirdim. Ta o'rib. Men asosan silos beraman. Asosiy yeydigan narsa silos. Silos. Mana menda xillat, mana 4 tasi. Rangi ham o'sadi. Zo'rta bu simjin. O'zim olganman. Bu 6 ta edi buni soni. Aydan olayotgandim. Ikkita pasi bor edi. Pasini olib borib bugun bozorda sotib keldim. Bozor sotib yaxshi. Zo'rini faqat tashlab qo'ydim. Mana ular ham 4 tasi bir savdo bo'lgan mana. Qulog'ida ham dirkalari ham bir xil. Julli bu yo'g'on qo'ylar. Bular ertaga jundan chiqqandan keyin olib bo'lsan juda o'zgaradi-da. Mo'lani bitta qilib olganman. Mana uzoq havola qolganman. Qulog'ini qarang, shalpan qulog'i. Jallobotni bozoridan olganman. Qirg'iziston Jallobotdan kelgan. Bu quloq kasati. Buni ikkovini jup olganman. Yana bir xilda. Mana. Lekin bir-biriga urmas ekan aka, suzib, chiqishtirmay. Unaqa emas. Moslashib olsa 4 kunda umuman suzishmay qoldi. Qo'y qachon suzishadi? Och yotsa suzishadi. Mashq qo'ylar ham endi nargi sheriklari bor edi. Qaraydigan mahalling keladi, masalan, asrdan ketin. Disha bee'tibor qolsak, ali bir-birini patillab, oshib suzishga harakat qiladi. Bir-birini urishga harakat qiladi. Hozir o'shaning uchun men bunday qarayman. O'sha mahalga yetdimiz, asrda o'qib yurib kelib qarashga boshlaymiz. Tayyor qilib qo'yamiz, silosni ham mana qo'yib qo'yamiz. Yem tag'arada qo'yib qo'yamiz. Silos metod bor ekan. Tayyor qopda qo'yib qo'yamiz. Yamaga tushib turilmaydi. Juda kelib. Qancha vaqt ketadi aka, mana shu qo'yib qarash qiziq. 15 minutda qarab ketaman, 20 ta qo'yib. 15 minut. Agar silos yemda u vaqtdan olib kelsa, tayyor bo'lsa 5 minut vaqtim ketadi. Shuni solaman.
Bo'ldi. Shuni kepani yemini shuni aralashtirib qo'ygan bo'ldi. Suvni vaqtim bo'lganda to'ldirib qo'yaman. Abdi Kamayib qolganda. Ha, mana hozir mashina kecha to'ldirganman. Hozir ichga qolib. Hozir yana mashina ustiga yo'qolsa, faqat chachib yuborib turib, yana to'ldirib qo'ysa, turaveradi. Ko'nglingiz to'q turadi, abbasa. Nima qo'ya qarash ishmasa ekan? Qo'ya qarash ishmas. Asosan mana boshida bunaqa lechinalarni qilish kerak. Qo'y boqayotgan odamni uyida bu dorini reklamasi. Mana shu dorilar bo'lsa, uka. Bu har xildan bor. Uyimizga umuman kasallik kirmaydi. Ha, biz mana chaqa chiqsa og'zida. Buni hamma biladi, albin berish kerak buni. Olgandan keyin 2 marta berish kerak. Olishga sразу berish kerakmi aka? Ha, 3 kundan keyin berishga. Mana bu ertadan men beraman. Bugun 3-kun bo'ladi-da. Bugun hozir vaksina qilamiz. Buni ertadan men beramiz. Ertalab beriladi. 10 grammdan bitta qo'yga. Yoshmi, kattami, qizig'i yo'q, beraverasiz. 10 grammdan. Ha, mana u yo'taldi-ku uka. Nima buni? Buni oksitresil degan dori. 30 ming so'm. 5 grammdan 3 kunda bir qilasiz. Yo'talsa. Ha, mana shu tuyoq chirish, oyoqdagi Limax X. Mo uyda kach-kachi bo'xt ichida vahiyatganlar, agar qo'y sal axsasa, qo'y oziydi-da uka. Shundan qilish kerak. Mana tetramak qo'shib qilinadi. Bundan 5 gramm, bundan 5 gramm. Aralashtirdimi aka? Bu go'shtga qilinadi. Yo'q. Bu teri ostiga qilinadi. Bu vitamin. Mana shu qo'yni yungini yeb qo'yish, qo'tir tuzalmasa, hammasiga dori bo'ladi. Ash qo'yimizni ko'rsating. Ash qo'y bozorda qo'y, astatga qo'y qolib ketgan. Qo'tir bor. Qo'tiri bor ekan. Ash qo'yga qo'tiri tuzalib, tutyapti. 10 kun, 15 kundan bir 2 marta lechina qildim bo'ldi. Qo'y tuzaldi. Qo'tir ham qo'rqinchli emas. Yo'q, mana shu qo'ylar qo'shaverasiz. Qo'y yuqmaydi. Bunga ham shuni ukolni qilasiz, u ta'sir qilmaydi. O'tmaydi. Mana Ivermagi, mana shuni qilish kerak. Bu 25 mingga ham bor. Iverdi. Buni 60 mingligi ham bor. Buni qilish kerak. Ivermagi, 2,5 grammdan hamma qo'yga ketaveradi. 30 kiloga yozgani o'zi buni 2,5 grammdan 35 kilolik ham, 65 kilolik ham mash ketaveradi. Chali bo'lsa 3 gramm. Buni aslida ikkisi qo'y yaxshi yemay qoldi. Mashina ichirish kerak. 200 gramm suvga 5 gramm bundan qo'shib chemelitsa beradi 4000 so'mga. Bu ichiradi buni aka. Buni ichirsa, oshqozonni yuvib yuboradi-da bu. Tozalaydi. Ha, buni aslida 3i sassiq dori. Bu aslida 3. Bu ham tuyoq chiriganda mana shu ukoldan ketin oyog'i quyib qo'yiladi. Hechcha nima ravakalar lekin foydasi zo'r shu ani. Ha, hidi sassiq lekin qilish kerak. Bir kun qo'yib keldim, dehqonni qo'y 20 ta, hammasini oyog'i og'rib qolgan. Mana shu dorilar ash 20 taga kelgandi, mana shuni davoladim. Mana hozir bular qolganini bularga qilaman. Yetganiga, yetmagani yugurib borib pastdan aktilaman. Vitartekada bor hammasi. Ba'zilar aka hali qo'y bir kunda 2 marta yutalsa ham sразу qo'y kasallagan deyishgan. Biznikida bitta qo'y bor, nari qo'radir. 15 kundan bir yo'taladi. Umuman dori qilsang ham tuzalmayapti. U tuzalmaydi, ammo yeb ichari zo'r. Unga hali kerak yo'q. Yesa o'zgaradi. O'sha ablar tez ukollar qilishni o'rgatadi. Ularda sразу aka o'sha o'zida o'rgatib ketamiz. Dorilarni holatini nomlarini ko'rib oladilar. Bu hammani o'zini qo'lidan kelaveradi. 5 grammdan, 2 grammdan hamma qo'lidan kelib qilaveradi. Hay, doktorda nimasi cho'ntaga qoladi? Ha, cho'ntaga qoladi. Buni ham hozir 50 ming, 60 mingga qildirish kerak. Endi buni ichida yurgan odam o'zi qilaveradi-da. Bu oson, mana shu teri ostiga vitamin mana tetramak 5 grammdan mana. Mana shu quymuchiga, yelkasiga shuni tortib turib, mana. Mana teridan o'tdi. Mana. Bo'ldi bu. Endi hozir ivermak qilamiz ba'zi. Mana ivermak ye vitamin. Kuchli bu dori, ancha kuchli. 2 gramm, 2,5 gramm qilaverasiz qo'ydi vazniga qarab. Bu 2 gramm qo'ydi holatiga qarab. Iloji boricha 3 grammga da, undan 2 grammdan kamayib ham ketmas kerak, ko'payib ham ketmas kerak. Bu qo'tirdi, hamma yoqni yo'q qiladi-da bu. Zo'r semirtiradi qo'y. O'zgarish yaxshi bo'ladi. Mana shu qo'ylar xudo xolasa qurg'onliqda yetkazmay sotaveramiz xudo xolasa. Endi ish qo'vazi keladi-da uka, 10 tasini bedan bag'ini ber, hamma yo'g'ini qilib qo'ysan desa sotaveraman-da men. Hamma yo'g'ini rasxotini aytaman uka. Unchadan foyda berasiz desam, bo'ldi deb oladigan odam bor-da. Agar aka mendan so'ray, agar qiziqqanlar bo'lsa-da, olaman deganlar sotaverasizmi qo'ylarni? Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu 12 tasi bir savdo bo'lgan. 12 tasini bitta haligi bu 20 ta kelgan
Ona al 20 tadan 12 tanlab oldim yirigini. Baqqan o'ziga. Baqqani o'zimga. Haligi qisa kelishsak, beraveram. Menga bu uka 34 dan tushdi. Ochiqini aytib o'tiraman. Narxni aytib turasiz. Ha, 3 million 400 mingdan tushdi hozir. Aha. Bular tish yorishga kelib qolgan o'sha. Tish yorishga kelib qolgan. Nima bo'lsa kelishsa beraveraman aka. Foydasini berishsa, Foydasini berishsa, soatni chiqarib dastlab terasiga kelib ko'rishsa aka. aha. Kelib bilishadi. Yine ayak qo'li yo'g'on qo'y olaman aka. Birotta shoqi bor. O'ni shoqi bor deb dumbarsi. Chiroyli qo'y. Sifati yaxshi ekan mana shu. Agar akalar ishqibozi bo'lsa, narxlarni ham aytib ketyaptilar mana. 3400 dan tushgan. Foyda bersalar, agar kelishib olsak, sotaveraman deyaptilar. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Xotirjam mana. Mana qo'ydi, mana iloji boricha mana shunday qilib vaksinani o'zlari ham qilishsa, mana o'rganib olishadi. Mana buni ertaga junni oldirib tashlayman aka, inninga. Ertagani ham ko'raman-da, havoga qarab. Ertaman sovuq bo'ldi-ku. Bu qo'y issiqda zo'r semiradi. Yo'qsa qo'y. Bu issiqlikda semizlikni qo'y ko'taradi deydi. Buni bilgan biladi. O issiq ketyapti, buni junni olib qo'yish kerak deydi. Qo'y ikkita sovqatib 2 marta qaltirasa bo'ldi. Qo'y orqaga 2 kilo ketdi degan. O'ziga kelmaydi uncha-muncha. Ha, buni ham anchadan birin qilaverib, vaksina ko'raverib, bu bitta yo'talsa bu qo'y. Mana shu junni oldirgandan keyin. O'pkaga o'tib ketsa qo'y bir oyga da semirmaydi aka. Yo'q. Ha, iloji boricha oldirayotgan odam bunday jayi issiq bo'lsa olsa yaxshi. Holatga qarab. Holatga qarab. Bicha shashilmash kerak-da, hali fevralda. Ertaga mart bo'lsin, 8-martdan ketib, yana xotirjam bo'lay, buni ham 8-martdan ketib olaman aka. Salafan yerga ekin ekadi-yu. Aha. Ashi mahalga iloji boricha qo'ygunini shashilmash kerak. U shuncha qilmaydi bir qarz, yozda issiq emas baribir mana. Qo'y po'killab qolyapti deydi. Ononni ko'rgan odam hozir ashini po'killayapti o'ylaydi. U po'killash emasda, u yotibdi nargis. Ko'p qo'y. Ana ashin u po'killamaydi-da qo'y. Hech narsa qilmaydi. Qarang mana qonni to'ydi to'palanib turadi, yotibdi qo'y maza qiladi. Qo'y qancha ko'p yotsa zo'r semiradi. Dam olish kerak qo'y. Ko'p yeb yotish kerak. Tagi ko'ryapsiz, quruq turadi mana issiqda. Mana haqida qap-quruq ekan. Qap-quruq ekan. Mashina qilib qo'shqarni baqish kerak. Sog'liq ham o'zini hobbisi bor. Endi biz qo'shqarni hobbisi. Janavar semirsa uka oldi 8 million, 9 millionga uraveradi. Yaxshi sotaveradi. Baxshiga qarab. Baxshiga qarab. Sog'liqda endi to'g'ri tez semiradi, yaxshi, sog'liq ham zo'r. Sog'liqda eng zo'r semirtasangiz 50 kilo go'sht qilsa 5 millionda. Bu qo'shqar janavar ko'rdikda 93 kiloga da kelgan qo'shqarlar. Yo'q-a? Ha, o'shaning uchun qo'shqarga qiziqamiz xolos. Bozorda ham hamma aytadi, Bishkekdan, yo'qsa Jalloboddan menga qo'shib sog'liq olib kelib bering deydi. Olib kelib berdik. Mashina qora sog'liqlarni olib kelib berdik, 4 million 500 mingdan Samarqandga berdik. Sizni kanalingizga qo'ydik-ku. Biz ham qo'ydik. Ha. Aytsa, uni ham o'zi bir kishiga olib kelgandik. Hop. Olib kelganimizdan keyin pulimni yetmay qoldi. U bo'ldi, gap bo'ldi. Bizga ana shu naqqa ish qilamiz-ku. Sizni kanalingizga qo'yib sotib berdik, albatta. Qo'ylar sotib yuborildi, xudo xolasa. Mana bular ana shu ikkita, uchtasi bor. Ikkitasi bor bu yerda. Zot yo'nalishiga atashab qo'yganman. Bular junni agregat qilib, shayli qilib bozorda qo'ylari ham bor. Uni ham bir alay qilaveramiz. Ishqibozlar bo'lsa, bozorda qo'ylari ham bor. 5-6 ta qoldi bugun bozordan. Sotaverasiz aka. Ha, buning ulug' boblari bor. U nariga qo'ramda. Bu o'zimning uyim-da. Baquday qo'ylar, qorada qo'ylar boshqa. Kechasi ham kelib, bunday tomosha qilaman. O'zim hobbim. Yemini tashab qolman. Yemay bo'lgan bo'lsa ham yeysimakin deb tashab, kartillatib makkan quruq yesa. Menga hamma pishirib bermaysanmi deydi. Yo'q, pishirib berishdan menga mana bu zo'r. Lekin birinchi marta quruq eshitib sizdan men quruq beraman deganda. Makka kepak bor-ku. Shunday tashlasangiz qo'y, kitir qilib yeydi. Maza qilasiz. Birpasda tez ko'zga ko'rinadi-da. U aytish mumkin, qassobga ishlayib berasan. Yo'q. Qo'y bor-ku, o'zi bilinadi-da, dumbadan boshlaydi-da tez. Dumba chiqay, qo'yga sifat kiradi. Mana juni yalt aytadi. Agar imkon bo'lsa, beda ham berishsa, bizda beda qimmat-ku. Bizda qimmat. Beda bo'lsa qo'yni zo'r yaltiratadi-da beda. Beda kuchli ham. Mana shunga 2 mahal slosqa jichcha bo'lsa ham o'zi beda qo'shib berish kerak. Endi biz bozorda qo'ylarni qonini chiqarish uchun beda beramiz-da.
Bu beganaydan boshqa yerdan kelgan qo'y qirg'izni qo'yini qonni kamida 3 kunda chiqadi. Biz uni 3 kunga da ushlamaymiz u. Bir kunda shuni qonni keldim, qonni chiqishi kerak. Bedani bosamiz o'zini. Yo'qsa samarlashtirib kepakni ham beramiz. Qachon bozorga ketayotganda to'ydirib ketsangiz, bozorda o'ynab turadi qo'y. Ochib borsa ko'rinmaydi qo'y. Mana bu yerda qanaqa turibdi qo'ylar, qarang kallasini ko'tarib turibdi. To'xta qo'ylar hamma yeri. Bozorda ham shunaqa tursa sog'lom deydi-da. Shunaqa. Qo'y kallarini yegib tursa charchov ekan, olmaydi-da. Holatiga qarab, haqiqatan qarab baqirish kerak bo'lsa. mana aka qo'ylarimiz lekin xudo xolasa lekin maslahatlar zo'r bo'ldiki, eshitmagan gaplarimiz anchasini eshitdik. Xudo xolasa Ishqibozlar bo'lsa telefon qilishsa 10 to'rtta xillab ham tashlab ham to'plab ham beraveraman. o'zingiz agar so'rasa shunaqa hozir yana yo'l bekildi. yana epildimi qiz? Ha. Bir haftaga bitta birinchi marta ochadi. Hop. Xohlasa. Dakimitlar qilyapti, sherik bor edi. Shu qo'ylar ham ayda birovni uyda turmagan, sherikni uyda turgan. O'zim borib 2 marta ko'rib, oxir safar o'tganimda mashina metkani o'zim qo'yib o'tdim-da, bu yerdan palovoy kraska olib, olib borib, kraskalab yemagada ko'rib arpa berdi-da, 20 kun arpa beda qilib, ayda hashaqirqanaligi yo'q, bitta pirstimda chachganda mana ustidan chachaverdi. O'n qo'ydi junni qarang, sim junta mana tagi. Tagidan chiqadi. O, buni hali ko'rasiz. Agdiga to'g'anda yana bir qilib ko'rsatib Ash qo'yamiz. ayrat qilgan video qilamiz, xudo xolasa. Holat chiqadigan Qo'ylar holat. zo'r chiqadi-da. Xudo xolasa aka. Qo'ylar aydiki, zoti borini olsangiz mamnun bo'ladi. Qo'yda holat yaxshi bo'lsa, yaxshi qo'y olish kerak. Olishga e'tibor berish kerak. Odamlar yengilroq oladi, to'g'ri. Hammasini o'zini hobbisi bor-da. Barrani ham hobbisi bor, barra baqqan ham maza qiladi. So'lqar baqqan ham, sovli baqqan ham, ekiza baqqan ham-da. shunaqa. Hammasi ham bu qo'y zo'r, baraka. Baqish kerak. Qo'yni olish kerak. Qo'y olish kerak. Nimaga? Odamlar dakan ham baqatda. Tovuqni ham baqadi, ham baqatda hobbisi. Ilgari biz ham baqqanmiz, hobbi bo'lib, tovuq, it, hamma yoq qiziqamiz. Endi hozir bitta o'sha qiziqish faqat shu janavorlarda-da. Qo'yda baraka bor, baraka. Uka 20 ta qo'yim 3 oy yemlasangiz 30 ta bo'ladi-da bu. 3 oyda. Ha, boshqa yerda ishlayotgan akalarimiz masalan. Odamlar uyga ishga boradi, ofisda bir yerda ishlaydi-yu. Ertaman soat 8 da ketib 5 da keladigan odamlar ishda bu ish. Ertaman ketishdan oldin jichi dangasi bo'lmay turish kerak-da, bet yuvib qarab. Ishdan kelib ham bet yuvib ishlarni qilib qarash kerak qo'ydi. Bo'ldi, ekma. Bo'ldi, u ekma hal kelib endi kimdirlar kelib qo'ranimdan qorong'i yerga qo'yib, haligi qilib olishi mumkin-da uka. Qo'y qorong'i yerda ham uncha semirmaydi-da. Qorong'i quyosh ko'rish kerak. Quyosh ko'rish. O'shaning uchun qorong'i yerda baqadigan odam обязательно monovitaminni har 10 kunda qilib yurish kerak. Mana shu aytiraman. Men qorong'i yerda ham baqqanman-da. Oldin jey bunaqa bo'lmagan, bu jey aytay beyda daraxt edi, bog' edi. Bog'da kesib tashlab, beydagi qirg'og'idagilar. 1,5 yil bo'ldi mana shu yerda bitganiga. Birinchi 30 ta qo'shqar baxtim. 24 ta beyga sig'di, 6 ta anaqa sig'di. Beyga 6 tadan qamaldim to'g'onilarga. 6 tadan qamoldimcha torga o'xshab qoldi. Buyuk 4 tadan, keyingi partiyani 4 tadan qamadim. Undan keldi. O'shandan keyin 4 ta baqirdim. Norma. Zo'rda, mana mononi o'ylash mumkin. Eshigi yo'q deydi. Mono abzal splashni ko'chadagan qo'yaman, mana sim bilan beylar. Qo'chqarga eshik kerak emas. Bir sapchi o'tib qachonki tayyor bo'lganda olish ish emas. Mana simni bo'shatasiz. Simda bular. Oddiy yog'och mana shu 6 tut terakni kesib, mana shuni tildirib mana qilib bitirilgan. Agar iloji bo'lsa, simulyatorlar qo'yib o'ta arzon bitgan-da bu qo'ra. Qancha tushgan ekan mana shu? $100 bitgan mana shu taraf. Yo'g'i? Menga shiprim bor edi o'zi. Mana shu straplab kelganman. Bundaqa stolga olib kelganman. Bo'ldi, qolganini o'zim teraklarni kesib, ston qilib $100 bitgan. $100 bitirib qo'ydim. O'zim qurganmiz. Ekish osonda buni qurish, qora qurish oson. Qora qurish ish emas. Jey bo'lsa bo'ldi. Men jeyni bir kunda tekislaganmiz. Sizlarga men oddiy. Ammo tayyorlar bir haftada bir marta bo'lsa ham shipirib suv sepib turish kerak. Qo'yam. Tozalab turish kerak. Ha, burga ko'p keladi-da, yo'qsa bizniki aynan asosan savdogarimiz u. O'shaning uchun biz beyda обязательно bir oyda bir burga dori ham uraman-da menga. Baqayotgan qo'yimga kemash kerak. Men kelaman, eski stuvashim bilan ham bozordan kelgan stuvashim bilan ham kelib bir marta ko'rib ketaman-da, qo'ydi bir kunda bir marta bo'lsa. Qo'ran holatlarni qo'ydi masni ko'rib aka. Ha, bu o'zim bir kunda bir ko'zim bilan ko'rmasam
kechqurun kelib bo'lsa ham ko'raman. Masalan, uzoq yurtga ketamiz, Qirg'izga yo'qsa boshqa yerlarga dastlabkiga ketsam ham обязательно qo'yimni kelib bir kun ko'raman. Kechasi kelib bo'lsa ham ko'ngil ko'rib, xotirjam bo'ladi. keyin kirib ketib uxlayman. Ha, mana joydami, mana yaxshimi, настроенияsi deydi, lekin Qarada mehr bor-a. mehr bersangiz bu janavar foyda qiladi. Shuni orqasidan Tirikchilik shu bo'lgandan keyin mehrni berish kerak. iloji boricha baqish kerak. Puli bor odam, ish qilaman degan odam Rossiyaga boryapman. Rossiyaga ham borganmiz. O'zingiz ham borgansiz aka? Necha ishlagansiz? Borganman men. 7 yil ishlab kelganman. Siz Ha, 7 yil ishlab kelganman. 7 yil ichida o'zi mash ish qilaveraylik degan pul qilib kelganmiz-da, xudoga shukr. Birinchi bunaqa haligi bo'lmagan. Qo'yda yurganimizda ham ammo qo'y baqingladim, uyga qo'y qo'yni ongladim. Kelganimda ham men kelsam 6 ta qo'yim bor edi. Shu 6 ta qo'ydan boshlaganman yana. Nechta bo'lib ketgan aka shu 6 ta qo'ydan? Hozir bu bahayotganim bir 25 ta 30 ta baqaman. Hop. Bozorga ham bir 20 ta aylantirib turaman, xudoga shukr. 50-60 bosh bo'lgan. 50-60 bosh qo'y. 6 qo'y 60 ta bo'ldi. 60 ta bo'ldi degan so'z. 6 ta zo'r qo'yim bor edi, yemlab. Uni ham ashi zotga sotganman. Endi bari sekin bunaqa hammasidan bor-ku, menda go'sht yo'nalishi ham, zot yo'nalishi ham. Go'shtga ham, zotga ham. Kelasiga aytiradigan ham bor. Bor ekan. Mana aka, xotirjam xudo xolasa anchalarga ma'lumotlardan anchasini oldik. Qo'chqarga qiziqinglar deyman-da obunachilarga. So'ldan ko'ra. Sog'liqqa ham, qo'chqarga ham, qo'chqar ham yaxshi narsa-da. Qo'chqar haqiqatan akada yaxshi foyda qiladi. O'zimiz ham qo'shirib boqamiz. Ko'ryapsizmi, mana to'yda yotadi-da qo'ylar mana. Haligi hozir biz kirganimizda o'zi yotadi, bir turg'izdik qolib. Bu qo'ylar qancha mana to'yib yesa, mana janavar asr mahalga hali 1-2 soat bormi, yana turib buni bitta qo'ymay yeb qo'yadi. Top-toza bo'ladi. Top-toza bo'lib qoladi. Mana bu qo'y janavarni qarang, juda xo'ra ekan bu qo'y. Mana shu kelaverar ekan. U xo'rda ham mana uni g'ajiydi. Kuyib qolsa mana shuni g'ajiydi qo'yda. Mana shuni tagini g'ajiydi. Silos yegan qo'yda обязательно bizda hozir mana ikki qo'radi. 3 ta o'xirda tuzi tugab qolib, bitta tuz turish kerak. Mana bunaqa tuzni oddiy tuz. Mana katta edi, mana shu qoldi. Yalab-yalab Mana shu yalayveradi. Yalashni qarab tur. Sraz ana, ko'ryapsizmi? Qo'y yeydi-da tuzni. Silos bergandan keyin обязательно tuz berish kerak. Tuz bo'lish kerak onda. Chukuga to'planib qoladi deydigan odam ham bo'ladi. U ham ko'p yesa to'planadi. Mana uni uncha taligisi yo'q. Mana shu bitta tugagandan keyin bir haftadan keyin tashab qolman-da. Mana qo'ralar tashasam yeb bo'lsa, yana bir hafta o'tkazib tashlayman. Unaqa menda haligida unaqa halik bo'lmagan. Buni minus tomonini ko'rmagansiz? Yo'q, minus tomonini ko'rmayapman, lekin plus tomoni qo'ydi ishlar ham zo'r ochadi. Ishtasini ochib, Yedirish kerak. yedirish yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi aka. Yediraverish kerak. Qo'chqarga qiziqinglar. Zot yo'nalishida ham zo'rlari bor. Bu bir qo'yib turamiz, zot yo'nalish. Telefon qilishadi, bormi deydi. Zot yo'nalishiga hozir ham nariga qo'ramga 6 ta olib keldim-da, tashab qo'yganman Qirg'izistondagi. U Bishkekniki u. U ochilgan kuni 2 kun bo'ldi. O'shanda bir kishidan oldim, ashida shaydan turib, videosini ko'rib, zot yo'nalishiga deb. Oldim shu qo'ylarni jo'natib berdim. Turib, ular ham charchab chiqib, qonni chiqib qoldi. Hali bozor haligisi yo'q. Uni ham sotaveramiz. Agar akalar ish qilsanglar, kelinglar, ko'ringlar. Yoqqanini tanlab olaverasizlar. Oson usulda yem qo'chqarda quruqda baqsa, oson usuli quruq berish kerak. Quruq bersiz. Imkon bo'lsa, endi kimdirlar aytadi, makka arpa pishirib bering, bug'doy ish pishirib bering deydi. Menda unaqa haligi yo'q. Imkon yo'q. Imkon vaqti yo'q. Endi uni tepasiga turib bug'doy qaynatgani, makka qaynatgani vaqtimiz yo'q. Buni usul Eng oson usuli shuni bir ikki qop kepakka bir qop makkani shunday aralashtirib turib, o'sha bachakka to'gaman, bo'ldi. berib turish kerak. Faqat berilaveradi. Men o'zim boshqa yerga kelsam ham uydagilarga aytaman, qarab qo'yadi. Va alaykum ayt. Tepasiga kelib, men doktor boshlab kelib yurmayman. O'zim vaksinani qilib, o'zimni vaqtim bo'lsa, ertaman albin berib bozorga ketaman. To'rda tursam, bozorga 10 minutda albinni berib qo'yib ketaveraman. Akalar, xudo Erta xolasa. tursangiz, erta qarasangiz, yaxshilab qo'yam, ertaroq turadi ba'mni. Qo'y uxlamaydi aka Yo'q, o'zi. bomdoddan keyin qarash kerak. Обязательно qo'y oxirga termilib qoladi-da. Och turmaydi shu. Aka, sizga katta rahmat. Anchalarga ma'lumotlarni oldiga juda ham bir chiroyli video bo'ldi deb umiddaman. Xudo xolasa bir kishiga manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa. Akalar, nima deymiz? Qo'y boqinglar, chorvasini kuchaytiringlar, xudo xolasa. Qo'yda baraka bor. Sog' va salomat bo'ling. Bittadan agar videomiz foydali deb hisoblasangiz, like bosib qo'yishni akalar esdan chiqarmaymiz.